Ihson qilish go'zal nabaviy sunnatdir. U oliy, fazilatli ishlardan bo'lib, odamlar orasida ihsonning keng tarqalishi jamiyatni baxtiyor qiladi. Ihson sababli boy kambag'alga nisbatan shafqat hissini tuyadi. Muhtoj o'zining atrofida saxiy kishilar borligini bilib, xotirjam bo'ladi. Shu tarzda o'zaro mehr-muhabbat va tinchlik vujudga keladi. Jinoyat va kelishmovchiliklar kamayadi. Anas ibn Malik roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan islom uchun nima so'ralsa, ya'ni endigina islomga kirganlar mol dunyoga qiziqib, u kishidan nimani so'rasa berardilar. Bir kishi keldi va musulmon bo'ldi. Shunda unga ikki tog' orasidagi barcha o'tlab yurgan qo'ylarni berib yubordilar. U qavmining oldiga qaytib, ey odamlar, islomga kiringlar, chunki Muhammad kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqmay ihson qilar ekan dedi. Muslim rivoyati. Ba'zida, masalan Ramazonda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam boshqa paytga qaraganda ko'proq ihson qilar edilar. Abdullah ibn Abbos roziyallohu anhu aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaxshilik qilishda odamlarning eng sahiyi bo'lib, Ramazon oyida yanada sahiy bo'lib ketardilar. Jibril alayhisalom yil davomida vahiy olib kelganida, Ramazonda esa oy tugagunicha har kecha u kishi bilan uchrashar edi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga Qur'onni o'qib berardilar. Jibril bilan uchrashgan vaqtlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam esib turuvchi shamoldan ham sahiyroq bo'lib ketar, ko'p ihson qilar edilar. Buxoriy va Muslim rivoyati. Bu sunnatni hayotga tatbiq qilish uchun oz-ozdan bo'lsa-da davomiy suratda ihson qilishga nafsimizni o'rgatib borishimiz, uxlashdan oldin bugun qilgan ihsonimiz haqida o'zimizga hisob berishimiz kerak bo'ladi. Ihsondan qo'rqmaslik lozim, chunki nimani infoq ihson qilsak, Alloh uning o'rnini to'ldirib beradi. Alloh taolo aytadi: "Har bir infoq qilgan narsaning o'rnini u to'ldirur. U zot rizq beruvchilarning yaxshisidir." Saba surasi 39-oyat.